Assalamu alaikum qarindoshlar, mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugungi texnik analizimizning tunji darsi bo'lgan, ya'ni bizningki mushu xuddi elib barimizga o'xshash eng temel bilgisi bo'lgan trend chizgimiz bilan trend chizgisi orqali destek dirençlerini texnik analizda qanday tepishni, qanday yorumlashni o'rganamiz. Buni boshlashdan burun Telegram grupimizga, Discord grupimizga qo'shilishinglarni umid qilaman. O'sha yerda biz kunlik, onlik nimalarni avatib turamiz. Ders boshlashdan burun tunji darsimiz qarindoshlar bizningki. Men normal eğitimlerimiz Türkçe olganligim uchun bu yerdagi chiq materiallar Türkçe. Endi muajiratga ko'pincha Uyg'urlarning Türkçe bilganligini o'ylaganlik uchun Türkçe materiallarni tayyor qildim. Qolgan so'ralinglar bo'lsa bizning Telegram gruplarimiz qatnashib turib, shu yerda bizning savollarni so'rasanglar bo'ldim. Boshlashdan burun avval eng temel bilgi bo'lgani trend chizgisindek aloqasi yo'q. Bir narsa qilganlar bu 0. seviyadan başladık yangi bir 0 seviyadagi o'quvchilar uchun deyapman buni. Piyasada bir ikki xil piyasa oldu. Mayli siz kripto piyasasida ishlam qiling, mayli oltin kumush, mayli paychak bozor bo'lsin, qanday bir bozor bo'lsa, boğa piyasasi, ay piyasasi deb ikkiga bo'lindi bu. Boğa piyasasi qanday piyasa desanglar, eski shaklda, ya'ni trendlarning hammasi ustiga qarab, ya'ni bozor umumiy bir shaklda o'sib mangan piyasani boğa piyasasi deymiz. Buni normalda genel bir piyasa qaratib so'zlaymiz. Ay piyasasi deganimiz qaysi desanglar, surati asta ham yo'linishi tuvanga qarab, ya'ni bahoning tushishiga qarab mangan piyasani biz ay piyasasi deb chaqiramiz. Buni so'zlashimdagi maqsad endi boshqa darsning oxirida boğa piyasasi, ay piyasasi deb desam, ammo yangi o'rgangan o'quvchilarning tushunmay qolmaslik uchun shuni bir ta'kidlab o'tdim. Kelayli bugungi darsimizning haqiqiy mazmuni bo'lgan destek, direnç va trend chizgilari ekan. Bir resim qarsak destek direnç deydi. Ben bir tarafta o'qib bir tarafta esa tushuntirib bakmayım. Bir grafikte geçerli bir trendin duraklama veya tersine dönme noktalarını belirlemek için kullanılır deydi. Yani bunu demek için bir grafikte sizinki bundan burun, ben üzerinden zağatlılarımda düşündüreyim sizlerge. Bundan burun bir destek, bir bölgede başka yatırımcılar, başka algıçlar shu setib olgan bo'lsa, sizmi yana bir qatorliqda shu bahoga kelgan chog'da, ya'ni bu shu bahodan yana boshqa masalan 10 ko'yliq bir paychakni deylik, oldin qator 8 ko'y tushgan, 8 ko'y tushgan, bu yerdan qattiq bir yangi setib olganlar bilan qarshilashib, bahosini qayta 8 ko'yga 9 ko'yga o'rlagan bo'lsa, bundan burun bir qator emas, ya 2 qator, 3 qator yoki 5-10 qator shu bahoga kelganda shu bahodan bir tepki, shu bahodan bir qaytish ko'ringan vaqtidagina biz destek deb ataymiz. Bunun tam tersi olan direnç, yani 10 koydan ağan bir payçıkınız, her kata 12 koyga çıkaktı, 12 koydan ötenme, 12 koydan asla qarab düşüp gitip bardı, bir kata emas, 2 kata, 3 kata düşüp gitegen bolsa, biz bunu direnç dep ataymiz. Yani Uygurçalaştırıp qısak destek nima, Uygurça destek deymiz. Yani bir eliq haqlarınki, yatırımcılarınki algan bölgesi. Direnç deganimizni biz bir ötkel dep tercüme qısak boldu. Yani 12 koydan ötenmedi de aşısından payçıkınızdan bahsi. Ben misal yaptım deyatmam 12 koyun dep. Yani muş ikisiga qarab turib, kelgüsdagi bahoninki harakatlarni paraz qilish. Yani hozir siz olgan paychak 9 ga 8 mod oldingiz, o'ylaysiz, bu paychak mushu mancha oy ichida yoki muncha vaqt ichida 6-7 qitim mushu 12 koy bahosini o'tanmabdi. Yatırımcılarning ko'pinchisi bu 12 koy kelganda setib beribdi, qo'ldan shuni setib etganligi uchun 12 koydagi o'tgandan o'tanmay, keyinigini kutib bordi. Dep mındaq bir paraz qilasiz 12 koyga chiqmasdan burun. Yoki bir paychak tushib ketyapti, hozir degan paychak 8 koyga, har qator 8 koyga tushganda bu paychak yatırımcılar hem 8 koyun setib olganlik uchun, yani u yerdan bir tegi tushmaslikni o'ylaganlik uchun ko'pincha yatırımcılarniki o'ylaganlari, yani trade qilgan analizini o'ylaganlari bir yerdan chiqqanlik uchun 8 koyda hammadan tan setib olib, buning bahosini o'rlaganligini siz bundan burun grafikda 4-5 qator ko'rdingiz. Ko'rganligingiz uchun siz shu yerdan setib olishga setib oladigan rayonun yaxshiligini ko'rib paraz qilib chiqarishingiz kerak oldin. Normalde destek, dirençten yeni bir iş daire, yeni bir kuralı. Destek de alımız, direnç de atımız. Yoki dirençni buzib, destek aylandırgandan andın alımız. Keyingi bölüm o'tmasdan burun yana bir ta'kidlab o'tay. Bir grafikda destek bit qilavermaydi, direnç bit qilavermaydi. Qachonki destekni ostiga qarab buzgandan keyin bu destek bizning direnchimizga aylandi. Direnchni ustiga qarab grafik buzgandan keyin bu destek aylandi. Buni birdan turib grafikni o'zim misollab sizlarga ko'rsataman. Kelayli, destek direnç nimalardan oluşuyor deydi. Trend çizgileri
hareketli ortalamalar Fibonacci araçları deydi. Bunun arasında bugünkü dersimizde hareketli ortalama Fibonacci'ni tek sözlemeyi sizlerge. Bugünkü dersimiz trend çizgileri. En temel bilgisi olan trend çizgileri. Kileyle ma resimge. Ben abay degендek, mesela men misal algan ma resimimde hech qanday bir yan taraflarga bağ yazmaptı. Biz bu bağını faqat kallamızla misal aylı. Mesela ma grafik, bu grafikin içinde kızıl yeşillarını biz mum dep atayımız Türkçe. Yani Uygurca tercüme qilsak şam dep, şu yaqadagan şam dep ma'nosi chiqadi. Bunu biz mumlan dep ataylı. Qizil yeşil mumlar mengwatıdı. Mağandan keyin qarasanglar ostidagi bölgisi, yani dip noktalarını bir-birisiga ulashtirsanglar bir parallel bo'lgan, bir tushayotgan trend çizgisi. Yani bunu biz düşen trend çizgisi deb ataymiz ma qizilni. Yani baha her qatam mush chiziqdagi bölgelerge tushayotgan vaqtida bu yerdan bir tepki alımları, yani mush yerdan bir yatırımcının kirayotganligini ko'rganligimiz uchun davomli baholari o'rlab mengitmish ekan chaqda. Shunga biz miyerden mesela 3 kata tushgan, 4-chi kata tushgacha mishaydan alım qilamiz. Alım qilib qayta mishaydan yana bir qatta bo'lgan ustiki direnchda kelmadik, dirench degacha bo'lgandagi foydani olishga tirishimiz. Bu destek. Ya'ni ma'nosini tushunsangiz bo'ladi. Mishay tushgan vaqtda bir narsani bahsi yordam oldi. Destek elib mishaydan ustiga qarab mangdi. Mana yeshil chiziqimiz nima desanglar, bu dirench, ya'ni bizning o'tkilimiz. Qarasanglar mush narsani bahsimi izchil mushu vaqt ichida mushu bölgini qat'iy birlab buzanma o'tibdi. Har qatam mushu bölge kelganlar ostiga rad qilindi deymiz mana normalda. Rad qilinib kengayib ketibdi. Rad qilinib kengayib ketibdi. Bu dirench, chunki mushu o'tgandan o'tanmaydi bu paychakning bahsi. Andan bunda vaqtda agar mushta sizga ham dirench destingiz ham direnchni parallel shaklda ostiga bir qarab bo'lsa, buni biz trend kanali deymiz. Ya'ni buning to'liq ismi düşen trend kanali bo'ldi. Chunki yalğız olgansa düşen trend çizgisi bo'ladi. Lekin bu yerda ikkita çizginin o'tirdi bo'lganligi uchun buni biz düşen trend kanali deb ataymiz. Normalda düşen trend kanallardan bir üstüge buzib chiqqaqda, mana mesela pullback, breakout deydi inglizcha, ya'ni buzib kirilim geldi deydi. Yani baş Türkçe anlab qalsan uqanmay qolmanglar. Kirilim kelgandan keyin o'sha düşen trend çizgilarda bir yükselişini, bahanınki bir yükselişini saqlaymiz normalda. Haqiqatan misal arasından qarasanglar, üstüge buzilib chiqqandan keyin yomon emas bir yükseliş bo'pti, lekin ko'pincha vaqtlarda bunda kanallarni bir buzgandan keyin qayta bir, yani pullback deptim ya da Türkçe'de retest deymiz. İngilizce'de retest deyilgan, to'g'ri. Yani tuzitish keldi. Yani tuzitish derken bir chiqib bo'lgandan keyin qayta buning bahsi tushib, miyani destekka aylantirganligini onaylaydi. Chunki ben abay dedim, miyadan asl direnç deymayışı siziqimiz bizningki. Buni buzib chiqqandan keyin bu ostiga tushgancha miyadan amaliyotda bizniki o'tkal bo'lgan mayışı siziqimizin endi bu destek elib ustiga qarabmadi ya yordam oldi. Biraz önce ben sizlarga degan vaqtimda bu o'tkilimiz bizdan, lekin buzib chiqayotganlik uchun endi bizga yordam beradigan destek bor. Yani shundaqlar bir tushuning. Sizning masalan siz igiz mesela birinchi qavatdan ikkinchi qavatga chiqdingiz. Bir yoki bundalar misollar bir video o'yini o'ynadingiz, biz kichik vaqtda o'ynaydigan bir saymogolarni o'ynayapti. Har qator birinchi o'tganni o'ynab eng oxirgi bag'atgan ariqda o'lib ketsangiz, oyundan 5'e yandırıp şundamı. Lekin siz ikinci ötkelge ötüp boğandan keyin o ölüp ketdiňiz, sizni birinci ötkelgende ama ikinci ötkelden 5'e yandıratdı. Yani siz mani oyundaki birinci ötkel deseniz, siz birinci ötkelden miyagi chiqamay har qator ölüp ketgansiz oyundaki o'xshash, buni sizni qaytaraydi. Agar siz ikinci ötkelge ötüp olgandan keyin oyunning o'rtasida utirib qo'ysangiz, siz yana birinci ötkelden ama ikinci ötkelden 5'e qaytaraydi. Mushtaq bir mantiq bilan tushunib olsanglar bo'ldi. Yani breakout mega Türkçe tercüme qilibdi, kirib chiqma, geri çekilme deb. Geri çekilmeni biz normal tuzitish gel deb ataymiz. Bu hozir ma'lumiyatga düşen trendi. Yani genellikle düşen trendde ay piyasasida bekroq bo'ladi, yani tushayotgan bir piyasada. Endikilayda yükselen trendga. Abayqalan tam tersi, yani tam tersi. Yükselen trend siziqlarimizning destekleri ama üstüge qarab mağdı, dirençlerimiz üstüge qarab mağdı. Yani bir yerdeki bizim destek bölgemiz, yani qizil siziqimiz olan qaranglar, astidan har qator destek etmeyapti. Mushu baho kelgan chaqda har qator destek etmeyapti. Yani buniki bahsi har qator misha kelgan chaqda bir ilim noktası mı biz için? Yani muşunun ardıqada 5-10% paydanımı əvsətləğən bir nokta mı? Onu piyasanın ahvalı qarab durup bir analiz qilishimiz gerek. Direnç miyadaki ma bölgeden buzanmaptı. Lekin ma'ni qarsana astidagi bölgeni miyadan qizil bölge sizib qo'yibdi. Astida qarab buzibdi. Destekimizni buzibdi. Bizniki yordam miyadi. Chunki biz yeterince yordam alanmaptık miyadan destek bölgesini. Alanmaganligi uchun buning bahsi shiddatlan tushish yo'li normalda. Ko'pincha ahvolda. Eğer bu trend üstüge qarab buzgan bo'lsa, men yeşil yerda buning bahsi biz bu o'tkelde o'tib ketganligimiz uchun tez suratda bir yuqori
o'sish ahvolini ko'rib chiqatdik. Bu ikki xil analizda normalda cho'qim ikki tarafga qarab turib analiz qilamiz qarindoshlar. Qat'iy kallanglarda masalan yuksak trend tezgisi cho'qim ustiga buzdi yoki cho'qim ostiga buzdi degan bunda bir xato tushuncha bo'lsin. Nima sizsaq sizayli ash sizligimizning buzgan yo'linishi qarab turib harakat qilamiz. Masalan, ma'ni ostiga buzganlik uchun ya'ni sat bizga sat deb yozib qo'yibdi. Normalda bundaq trendimizni desteklerimizni buzayotgandan keyin biz normal setib yana chunki bir grafikda faqat bir tal ikki tal desteklanishdan bo'lmaydi. Nurg'unlagan desteklanış bo'ldi. Ma destekimiz buzayotgan bo'lsa, azroq ziyon setib ostidagi destekdan elib, chunki miyada ma buzayotdi, ma direnchga aylandi, o'tkalga aylandi bizning ma u. Ostidagi destekdan elib ma o'tkalgacha yana bir qator foydani değerlendirishimiz kerak. Endi bir amaliy grafik sizlarga misollar beray. Ama torbetning qanday qo'llanishni, qanday nima qilishni yana bir buning oldidagi videoda tushuntirib o'tgan, ko'rmagan bo'lsangiz ko'rib chiqinglar. Qaysi torbet qanday qo'llanganlik to'g'riliq. Hozir kerakli endi trendchilikni qanday sizimiz. Trendchilikning birinchi sharti sizgan bilgingizni cho'qim eng oz deganda 3 qator tepib ko'rish kerak. Yani eng oz bo'lsa qancha jiq tepib ko'rish shuncha yaxshi. Hozir qarasangiz miyada mana tepib ko'rganlar sizlarga sanab beray. 1 2 3 4 5 qator tepib ko'ribdi. Ya'ni bu bizning nimamizda direnchimizda. Ya'ni mush direnchda mush o'tkilimizning o'tanmayotgan tip aytsak. Endi buniki dastikini tepishimiz kerak. Men o'tgan zamondan topdim men hozir. Amaliyotda siz bo'lsa mush o'tgan zaman tatib akib kelgusi zamonlarga ishlasangiz bo'ldi. Ya'ni bizning hozirgi bu retapniki paychiki 4 soatlik grafikda yenilam mush bölgeni buzanmaqliq. Ya'ni mush bölgeni buzishni saqlatimiz bir fakat bo'lgandek bo'lsa-mu, texnicha buzanmaqliq. Endi biz direnchimizni dastikimizni tepishni mashq qilaylik. Destek mana asta qarang. Ma bölgelerge. Ne qarsın mana 1 2 3 4 5 6 qator destek aldı. Bu hafta 7 qator yaptı mana bilan. Yani demek bu retapdan bahsi yani düşen trend çizgisinin içinde izchil yani bir gitgel deymiz normalda. Bu iki sızık aralığında muş kanalının içinde bir üstü bir astı bir üstü hareket qiladi. Hakikaten de endi qarasangizmi bahasi mishani o'tanma atibdi hozir. Demak, bu yerda destek direnchdan qanday yaxshi ishlaganligini o'zingiz ko'ra olishingiz mumkin. Undan sir destek direnchda hozir mendan bir ishkini sizib qo'ydingiz qarindoshlar. Buningki sizning jiningizga chunki bu ikki siziqning oralig'idami %100lik bir nima bor? Farq bor. Shuni bularni saqlab bo'lmasa miyadan setib miyada olmaysizmi? Bu bir uzun zaman dilimligi bo'lganligi uchun siz mush ikkisining oralig'idan kichik destek direnchdan tepishingiz kerak. Masalan, miya qarang. Miyadan bu destek direnchi cho'qim yanto bo'lish shart emas. Tuz shaklida sizsiz bo'laverdi. Masalan, qarang, miyadan shuncha tepki elibdi. O'zingiz ko'ryapsiz. Maniyalardan shuncha tepki ko'rdi. Demak, miyada bir destek bor. Nimishqa destek? Ma dirench, ma desak, nimishqa bizning mumlarimiz miyada, mumning eng oxirgi harakati miyada bo'lganligi uchun mumning tagidagilari destek bo'ldi, mumning ustidagilari dirench, ya'ni bizning o'tkilimiz bo'ldi. Bu yerdan birini sizdiq. Undan sirt, masalan, ma bölgede yana bir destekimiz var. Yani ben hozir dirench ekan bu. Masalan, ma'dan buzib chiqsa balki ma direnchni yenib ketish ahvoli bor. Shunga o'xshash, ya'ni cho'qim sharti eng az 3 qator temas qilish kerak. Istersangiz ustidan tortdan, o'rnidan tortdan, soldan tortdan bu sizga hech farq etmez. Qanday shaklda bo'lsin destek dirench ishlayverdi. Qalangizda bo'lsin, cho'qim yanto sizishingiz yoki ustiga qarab sizishingiz shart emas. Tuz shaklda sizsangiz bo'laverdi buni. Qarang, haqiqatan bir şey hareketlarni ko'ryapti. Miyadan boshqa destek olgan yerlari dirench degan yerlari masalan miyadan qarang. Garchi miyada siz abay ma'ni sizishni oldi ko'rishingiz ki miyadan nimadan harakatdan tepki olganda desangiz miyadagi direnchdan tepki olganlik. Paychaga hech qanday vaqtda sababsiz tushmaydi qarindoshlar. Tushgan yoki sababsiz o'lmaydi. Cho'qim bir sababi bo'lib tushgan chiqqandan keyin. Ay sababni siz bu yerda cho'qim tepib chiqishingiz kerak. Masalan, buningda hozir biz destek direnchimiz trend qanalimizni sizdik. Bir tal direnchimizni tegida bir tal destekimizni sizdik. Qisqa soat ichida yarim soatga akab turib o'zingizning janozasiga ishingizni bekor yaraydiganga miyada yana bir destek sizsangiz masalan texnik ishingizga yaraydi masalan qisqa dönemchilar uchun da'atma buni kunlik yoki haftalik olsatchilar uchun 2-3% 5-10% foydani ko'zlaganlar uchun so'z da'atma. Undan sirt boshqa bir grafikda sizlarga nima olay Petun'da. Petun'un grafikda avval normalde men destekten sizga vaqtim 4 soatlik grafikni avval sizilib ondan nima qilma. Petun'un grafikda qarasanglar men destek cho'ng destekdan cho'ng direnchni sizib oldim ama avval lekin buning oralig'ida xillam oraliq bo'lganlik uchun men bu hozir mening ishimga yaramaydi chunki bu oralikda xillam 40-50%
payda ziyanning gap bo'lganligi uchun men o'sha oraliqdagi 40-50%ni geç olmasa 10-20% payda yeyishim kerak. Bunda vaqtda men qanday qilma grafikni tag'am cho'ngitib turib boshqa ishimga yaraydigan yani grafikimning atrofida eng son mumya taqilibdi emasdan eng sondagi bahamiya taqilibdi jumakuldagi baha mushdan qarab turib ya mushdan yaqin bo'lgan dastak hozir mesela direnchni zaten sizib qo'yibdi ekan ko'kranlik ma bir dastakim bor pardon dirench debdiman endi eng yaqin bo'lgan direnchlarni sizishim kerak men qarang bir qata 2 qata 3 qata 4 qata 5 qata müşahidin tepki erinipti yoki destek geldi bu fark etmeydi mesela bunda siz atağınız belki astıdan tepki alsın belki üstüden tepki alsın bu hiç fark etmez çoğum aşı bölgünüzün aşı sızgınızın bir yönünüş asılıksın bir tepki deyimiz Türkçemde bir aşınadan bir kaytırma bir zerbi yesin yoki aşında bir destek alsın aslında teksin üstünün teksin fark etmedi. Bu trend çizgisini bunu oluşturdu. Bu baş trend çizgisi de sizin bunu destek trend çizgisi. Trend çizgisi sizlik bolğan dekin eğer sizden mumunuz bu çizginin aslı olsa bu siz için direnç buldu. Mumunuz bu çizginin maki köksüzlük okşu üstü de olsa bu sizin destekiniz oldu. Emniyette qarindaşlar bu destek direnç onda bir kalla qaturkak tesmisal emas. Özünler günü sizlik baksanlar ayakta maqsızsanlar aslında övünüp getisizler. Ben degandek bunun temel en az yani 3 qata tegiş gerek. Aslında mesela miyadin siz alan bu destek direnç yüzlügen mыңlagan destek direnç siz alaysınız. Bununki en mühim yeri sizden sıra qaysı destekten bakrak işinize yarab, qaysı destekten bakrak işinize yaramaydiganligini bilip çıkış. Bunu hem de men miyadeski bir-birlep söylesem video bek uzarıp gidiyor. Şuna toxtamay sizden toxtamay başqa analistçilarninki yoki bizning Telegram grupiga qatnaşıp bizden sizgan grafikimizni ko'rib turib, ma balla qanday siz yetibdi yoki başqa analistçilar qanday siz yetibdi, nereden sizsaq eng to'g'ri ekandan, lekin o'zingizmi o'z oldingizga toxtamay destek dirençlerini sizib müştan mashq qiling. Hozir siz gap qatqash bir dirençlerini sizib qo'ydim. Amaliyotda unda bir test emas. Bu eng temel belgilerden biri. Keyingi videolarımızda bunun test seviyesi yuqoroq texnik analizlar o'tamiz. Bugungi vaqtingiz xayrli olsun. Videoningki astiga bizning Telegram kanalimizni va Discord kanalimizni qoldirib qo'yma. Shu yerdan bizning Discord Telegram kanalimizga qo'shib olsanglar, kripto olsun yoki Turkiyadagi BIST paychaklarninki sizlarga tavsiya qilingan paychak yoki texnik analizlarni pat nima qilib turamiz, tavsiya qilib turamiz. Ammo mana shu vaqt xayrli olsun. Allohga omonat.